Xullas, vaqtda ikkinchi kuni. Dekabr yangiga bir hafta qoldi, lekin yomg'ir yog'yapti Seulda. Davaki. Biz sizlar bilan universitetga ketyapmiz. Bitta eventga qatnashishimiz kerak edi. Topshirib qo'ydim. Yangi yilga Christmas dress yasash, uni ko'ramiz birga. Ketdik olg'a. Qor bo'lganda shapkamni kiyib olardim, hozir kurtkamni kiyib olganman. Shu mahallada turaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaqinlarim borligi uchun. Opalarim, tanishlarim. Qo'ydot. Yolg'iz qo'yishmaydi. Aman. Chiroyli gullar. Men koreyskiy gullar yoqmaydi, rossiyskiy gullar yoqadi. Muqommamiz hozir. O'zga gulda 50 ming atrofida bittasi. Uni tayinlashyapti. O'rtasidagi kremi bor, qolganida 4,5 million. Вот, buni doim metroda yesam, universitetga kelgungacha bo'lgan bo'lardi Moskvada. Bunaqa ham bor, zontik o'sam. Muzika emishmi kerak. O'zi kech qolmayapti. O'shqa borib tezda yeb olaman. Bitta kofe ichib chiqdim xolos. Вот. Metro keldi, bir tishlam yeyishim bilan kelib tezda sumkamga solib qo'ydim. Voydat. Ketdiganda odam ko'p, so'ng-so'ngdan o'tadi, bilasiz, so'ng-so'ng. Mashhur. Voy, mana Milka nima qilishdi? Biz ham darsda MBTI projekt qilgandik, xuddi shuni. Qildik. Universitetga keldim. So'ngini qon topshirishga 1 yil o'tgan bo'lish kerak ekan. Koreyaga kelgandan keyin topshirsa bo'ladi. Endi yalinib o'tirishdi. 3 ta odam topshirsin deb narsa ko'tarib oldi. To'g'ri. Men kelganda 9 oy bo'lgan bo'lsa ham qon topib qo'yisholmadi. Yordamga. Nam. Muzika yedim kelyapti. Вот, mana universitetga keldim. Unaqa borish kerak international binoga. Tezroq, bali. Вот. Наконец-то binosiga keldim. Kamera yomg'ir bo'lgan. Kirish kerak hozir yuzda qattiq qilib. Mana bular уже qilib olyapti. Yarim soat kech qolganimga o'sha chiroyli. Bitta o'zim anjoyim qolgan ekan. Listda 3-bo'lib to'ldiribman men o'zi ham. Lekin eng kech qolgan men bo'ldim. Where are you from? I'm from Uzbekistan. Oh, where? Yeah, same country. Here not that many, right? Or, There's quite a few there right along. a lot? Ah, yeah. Like 70? No, people just from other countries surround you, exactly. Not really any American. And first you should cut them, right? Yeah, if you cut them in small pieces. Yeah. So you can tuck the branches into finger-sized pieces and gather them into these small ones. And then slide a cable between the wreath. I can't believe it's real. Secure the spindle to the plant so that you can go in the gaps and place in the bundles in just any direction. Filling the gaps. I don't know why it's working. Oh wow, Fill. that's good. Sweet. Mine's like very, how do you say, skip. Little dude, still a little naked now. She needs a little bit more. Oh, I put my finger. You bending? Bu eventda maqsad networking hisoblanadi. No way.
Flash qilish kerak. Oh. It's a video. You can start broadcasting. Well, everyone's a big. I would not do well as broadcasting. Hello. Surely you would. I would say something to get me cancelled. You know I'm right. You've been around me long enough to know that I'm right. Okay, no comment on that. Shida achchiqroq ekan. My fingers are really sticky. They are really sticky. You are doing great. People know what to do. Unlike me. Oh, you're doing great. Well thought. Mine is like speaking. What year are you talking? Okay, why mine? Mana hammasi cho'tki ketyapti, xudoga shukr. Rosa asabdor narsa ekani, no epladim. Hammalik har xil stilda chiqyapti ekan. Chiroyli chiqibdi. Hozir sham bilan kleysini monini eritamiz. Sham shatdidi. Jajigalka o'zingizga berishmas ekan, xonadagilar yoqibdi. Bunday qilib olib kelaman sham. Mana happy birthday. Endi kleyda eritib yopishtiramiz. Sifam zaryadkamida iPad'imdan qilib turibman. Hammadan kech kelib turib, endi juda har xil band qilsa bo'ladi. Men o'zib qo'yganimni qanday qilardim. Keyin esdagi o'chishni kutyapman. Bular hali yopishtirgani ham yo'q. Men yopishtirib bo'ldim. Вот, keyin mana ikkita band bor. Uni qanday stilda qilish deb o'ylanyapman-da. Qilib qo'yishim ham mumkin-ku. Konseptga o'xshab chiqaversin dedim. Bulutchkami ham yegim kelyapti, to. I think we usually do opposite. So we don't like if this is mine, we don't put the fork here. Nihoyat baho berdilar. Chotki bo'lmasa ham chotki chiqdi deyman. Вот. Osib qo'ygan qilordim. Oh, fire. Oh my gosh. Спасибо. Пожар. Kamera vaqtida ochib. Chiqib ketdi. I should add one here. Ehtiyot bo'lish kerak, olovga ko'rdinglarmi? Momentda kamerani ochib turgan ekanman. Musorlarni ajratib qo'yib, uni ichiga soldim, chiroyli qilib. Qaychisini ham soldim. Leave the glue one more time. Ketsa bo'ladi endi. Like this. I'm not sure, sorry, I don't see what Great. Ketsa ham bo'ladi. Bye bye. Kirishdan oldin manaqa qo'l qo'yilgandi. Baton chiqib ketsa bo'ladi. Xudoga shukr, yaxshi o'tdi, tinch. Pazar ham bo'ldi-yu, hamma sog'lom. Endi tam bulutchkamni ustida yedim. Uydaman, qo'shib ketaman. Balki uydaman. Balki burger olarman uyga. Kechdi qaralar. Вот. Kecha yomg'ir hali ham tingani yo'q bizda. Dekabrligini unutib qo'ygan. Sentyabrga o'xshaydi, lekin sovuq. Kecha yomg'ir yo'q edi. Temposi kechasi chiroyli ko'rinishini qaranglar. Militsiyalar ham bor, temposimiz xudoga shukr. Endi mana binolardan uy olib yashash nasib qilsin menga, ilohim. Ilohim. Sharp rosa yoqadi.
Christmas is you. Bir narsam qoylatib qo'ydimda, bugun o'zimcha o'shanga xursandman. Xudo xolasa yanvar kesin ishlashni boshlayman, ham soqqani qilaman. Ko'ybo bizi bo'lib yuraman. Hammalik to'g'ri. Tak bu faqat ozgina ishlarim qo'ygani dadajonim puli bilan yashadimda. Xudo xolasa ishlayman. Muslima ishlaydi. Mana metroda keldi. Mana kitob olaman, shu zo'r ish qildi. Telefon tushib qoldi. Telefon tushdimi deb menga beruvdi. Metroga kirib ketgan odamni tushirdi. Tez ikkinchisiga berib, ikkinchisiga berib yubordi telefonini va shu zo'r bo'ldi. Hozir kulish kelyapti ro'yda charetta qilib. Молодец, lekin вообще karislar. Munoqat menga yo'q. Cho'ta fasldan ko'ra ashnaqa olaveramiz. Вот. Japanese style, Yapon joyga. Mana bu chicken curry deyiladigan, chickendan maza qilib yeyman. 식사드릴게요. Uyga kirib oldim. Xudoga shukr, sizlarga ko'rsataman o'ydat. Christmas breast. Tashqarida degan joy yo'qdi. Kelishdan kelib qo'ydim. Tadam! Chik. Lekin archani hidi chiqyapti. Mana korobkalar olib keldim. Juda qaychiga ega bo'ldik. Farq qo'yib. Tashavorishga mana qo'yib qo'yamiz. Azizlar, shu bilan bugungi vlogimiz nihoyasiga yetdi. Bunda yangi yil nishonlagan, yangi yilning atmosfera bo'ldi. Domniminga bordik. Universitetda Christmas breast tayyorladik. O'zbekchasi qanday deyishimni bilmayman. Dumaloq hozir yasaganmiz. Podpisatsiya bosishni unutmanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Shukr.